Voy dadam, mana qovunlar shirinligini. Voy dali. Dadam bitta qovun amring desa qovun yegim kelyapti-da. Bacham, ana sherim keling, haymi? Bir urma tamom bo'lsa hozir. Maynamga chiqma ko'p, hay. 5-6 yildagi akayni to'y qilamiz, ana o'sha to'yda yeysan qovun. Hozir to'yga pul yig'ishimiz kerak, hay. Dadam, mana birinchi oyligimni ham oldim. Katta akamni ham uylantirdik. Agar iloji bo'lsa xo'p desangiz, mana shu puldan ikkitaginasini olib, bir donagina qovun yesam maylimi, dada? Rosa yegim kelyapti-da. Yomon bir teshik tomon bola bo'lding. Hey, katta akangni uylantirgan bo'lsak, kichkina akangni ham uylantirishimiz kerak-ku. 6 yil ana-mana degancha kelib qoladi. Bilib yo'qol. Men. Dadam, men keldim o'g'lim. Jon dadam, mehribon dadam. Dadam, mana 5 yil Rossiyada ishlab keldim. Shuncha pul jo'natdim. Katta akamga katta to'y qildik. Kichkina akamga undan ham katta to'y qildik. Endi iltimos, bir donagina qovunga pul bering, bitta qovun yeyin, dada. Sen bacha bir qavunga to'ymading-da. Sen bo'llik qavun bo'ldi. Hali bir marta ham qovun avrimadingiz-ku, dada. Qovun yemadik hali. Hamsoyamiz Abdurasul bor-ku, 800 kishilik to'y qilibdi. Biz sanagini 1000 kishilik qilamiz, hay? Zo'r bo'ladi. Bu safargi to'yimizga bir dona kam odam ayting, 999 ta ayting. Shu bitta qovun yeylik, dada. Och o'tirasan, lekin bizning to'y mahallada bitta bo'lish kerak, haymi? To'yga pul yig'ishimiz kerak. Oldinga tashakkur. Bizda shu ekanda bu 10 yil kuchukda ishlaysan, yemaysan, ichmaysan, pulni yig'asan, to'y qilasan, hammasini bir kunda chachasan, sarflaysan, keyin o'tirasan. Bunday qilib, dadajon, mana to'ylarni qildik, uylarni soldik. Bittagina qovunga pul berib ketdik, armon bo'lib qolmasin, odam bu qovun yeylik, dada. Bolam, sen ham qiynalib ketding. Mayli. Senga bitta qovunab beray. Qo'lingiz qaltiramasdi, dada. Voy dadajon, tabriklayman. Qaynoga o'g'illi bo'ldingiz. Uring! Malades! Oh, billah. Dada, men bor qovun olib kelay bo'lmasa. Mana. Ana endi o'g'ling to'yga pul yig'amiz.